Bilasanmi? Seni jonimdan ortiq yaxshi ko'raman. Bilmayman. U meni mashinani baloniga qattiq deb olasizmi men uchun? Jinnimisan, u birovning mashinasi-ku. Qani, sen uchun dunyolarga o't qo'yaman, osmondagi oyoq beraman degan gaplaringiz. Tushunmadim. Oyog'im tegib ketdi, uzr. Ko'rding, hech narsadan qo'rqmayman. Ketdi. Kiyim bering. Farqi yo'q, ketdi. Kiyimlari zo'r ekan. Qarang, erkaklarniki ham bor ekan. Yosh bolalarga ham bor ekan. Tanla любойni. Aka, hozirlamayapmiz. 16-mart kuni soat 19:00 da ochilamiz, aka. Yo'q, ketdi. Men uchun hozir kiyim olib beramisizmi? Shunaqa gaplar. Iltimos, aka. Mayli. Tanla xohlaganingni. Aka, ochilishga skidka bormi? Shaharda 3 ta filialimiz bor, aka. Hammasida har doim narxlar hamyonbop bo'lgan. Zo'r. Tumi jering. Olamizmi? Men uchun shu bolachani tashqariga olib chiqib tashamizmi? Asmanbe. Aka, o'g'lim ko'rmadingizmi? Yo'q. Asman. Hammasi hisoblaymi? Shunaqa. Men uchun kiyimlarni pulini to'lamasdan uxlading, короче, deb ketib boramizmi? Qo'y, bor o'tirib qo'ysan, jinnimisan. Sen meni uxlatmoqchi bo'lgan. Men senga yaxshilik qilaman desam, iflos to'laysan. To'layman, aka, to'layman. Shu to'lamasligingiz kerak edi-ku. To'lash kerak endi. To'laysanlar. Qo'yaring. O'ldirib qo'y dedi. Kechiring, G'ulom aka. Mayli, chiqsa yo'q. Bitta hammani oldida. Men sizni yaxshi ko'raman, G'ulom aka deb bergan. Jinniromiz, odamni qarang ko'pligini. Detskiy emasmisiz? Voy, seni shuncha aytganiga qildim-ku. Men qilmayman. Bor sizga. Bu dabdalni chiqaraman, farosatsiz. Shunchalar bola o'tib tashagan bu yoqqa. voy, nima duosi? Bu bola senga yaxshilik qilsa